Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammaga salom. Sizlar bilan bugun men Game o'z kanali va bugun bizga yangi video Granny 4 o'yinini birgalikda qanday yuklashni o'rganamiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Birinchi navbatda Chiromen degan ilovaga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng Google orqali qidiring degan joyni bosamiz. Bosganimizdan keyin Granny 4 skachat shu yerda e'tiborli bo'ling, APK pure deb yozamiz va ketdi. Va bosganimizdan keyin mana birinchi chiqdi, apkpure.com. Ana shuni bosamiz, birinchi chiqqanini va bosdik. Mana chiqdi. Va endi pastroqqa tushiramiz. Skachat APK deb turgan yashil tugmachani biz bosamiz. Va pastroqqa o'tamiz. Pastroqqa va o'tganimizdan keyin skachat APK 171 megabayt deb turgan joyini bosamiz. Do'stlar, telefondan bevosita reklama chiqqanligi sababli videoni kesib boshqadan qilishga to'g'ri keldi. Mana xuddi o'sha aytgan APK pure sayti va mana skachat APK tugmasini bitta bosamiz. Biroz kutamiz va yuklab olishni bosamiz. Bosganimizdan so'ng fayl yuklab olinmoqda deydi. Tafsilotlarni bitta bosamiz. Va mana bizning Granny'imiz o'rnatilyapti. Biroz kutamiz. Do'stlar, shuncha mehnat qilganimizga yarasha videomizga like bosing, obuna bo'ling va kanalimizga obuna bo'ling. Biz 500 ta bo'ldik do'stlar. Hammaga rahmat aytaman birinchi navbatda. Va men hozir videosida ishlayapman. Granny'ni ovoz chiqarib o'ynayman. 4-qismini ovoz chiqarib o'ynayman. Shunga harakat qilyapman. O'shaning uchun ham videomizga like va obuna bosib qo'ying. Sizni bosgan like'ingiz biz uchun nima desam bo'larkan, kuch beradi-da, motivatsiya beradi bizga. Obunachilarim meni hurmat qilar ekan degan so'z chiqadi. Videoni pauza qilaman va yuklab olganda yana qayta qo'yaman. Mana do'stlar, bizning Granny'imiz yuklab olindi va biz faylni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga ko'rib turganingizdek o'rnatish tugmasi chiqadi. Bizda borligi sababli biz bekor qilishni bosamiz. Video yoqsa like bosing. Hammaga xayr aziz obunachilar.